Ayolga uylanganingizning 10 ta belgisi nimalar ekanligini bilasizmi? Birinchisi, ayol uydan chiqmoqchi bo'lsa, eridan ruxsat oladi. Ikkinchisi, eri qilgan kichik yaxshiliklarni qadrlaydi va shukr qiladi. Uchinchisi, erining mol-mulkini asraf isrof qilmaydi. To'rtinchisi, erining roziligisiz molidan boshqalarga bermaydi. Beshinchisi, begona erkaklardan o'zini tiyadi. Oltinchisi, uyda o'zini eriga chiroyli ko'rsatadi. Yettinchisi, eridan uning kuchidan ortiq narsani talab qilmaydi. Sakkizinchi, agar gunohga undamasa eriga doim itoat qiladi. To'qqizinchisi, erining ruhiyatini ko'taradi, unga madad beradi. O'ninchisi, erini rozi qilishga harakat qiladi. Bu dunyo vaqtinchalik zavqdir. Bu dunyodagi eng afzal zavq esa solih ayoldir, soliha ayoldir. Imom Termiziy hadisidan. Nima deb o'ylaysiz? Siz solih ayolga uylandingizmi? Yoki siz solih ayolmisiz? Kommentda izoh qoldiring.